Hammaga salom do'stlar. Amerikan yo'nalishlarini tavsiya qilishda davom etamiz. Demak, bugungi yo'nalishimiz sun'iy intellekt orqali tayyorlanadi va yaxshigina daromad keltiradi. Agarda YouTube sohasida daromad qilishga qiziqsangiz, videomizni oxirigacha tomosha qiling. Bugun zo'r yangiliklar bo'ladi. Xullas, biz boshladik. YouTube'da sun'iy intellekt orqali tayyorlangan turli xil mushuklar, kuchuklar ishtirokidagi videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ammo ularni hammasi ham yaxshi prosmotr olmaydi yoki umuman trendga chiqmaydi. Lekin sizga mana bu ko'rsatmoqchi bo'lgan yo'nalishim va kanalim hozirgi paytda trendda. Har bitta qo'yilayotgan videolar million prosmotrdan oshgan va hozirda zo'r natija qilyapti. Bunday katta prosmotrlarni sirini esa men videoni oxirida batafsil tushuntirib ketaman. Shunday ekan, oxirigacha ko'ring. Hozir kanalni analitikasiga kiramiz va vaziyatni tekshiramiz. Xullas, 712 mingta obunachisi bor kanal 19 ta video bilan 113 milliondan ziyod prosmotr yig'gan ekan. Qizig'i, kanal 18 fevral 2025 yilda ochilgan. Bugungi sanamiz 2025 yil 16 mart. Bu degani hali bir oy ham bo'lganicha yo'q. Lekin 19 ta video bilan 712 mingta obunachi yig'ib ulgurgan. Bu degani prosta shedevr, havas qilsa arziydi. Bunday trendga chiqadigan va katta prosmotr oladigan videolarni sirini aytishdan oldin shundoq Telegram kanalimni sizga tanishtirib ketaman. Agar YouTube bo'yicha ma'lumotlaringiz kam bo'ladigan bo'lsa, men aynan Telegram kanalimda YouTube bo'yicha foydali ma'lumotlar, yangiliklar, Amerikan yo'nalishlarini joylab boraman. Shu sababli qo'shilib qo'ying. Manzilni opisaniyada qoldiraman. Undan tashqari hozirgi paytda bomba chegirma ketyapti. Aynan 6 ta daromadli yo'nalishni darsligi bor bo'lgan yopiq kanalimizning narxi 50 ming so'mga tushirildi. Faqatgina bir kun uchun. Shu sababli foydalanib qoling. Eng qizig'ini aytaymi? Hozir sizga ko'rsatayotgan mana bu yo'nalishni ham shu yopiq kanalga joylayman. Ya'ni yopiq kanalimizda 7-yo'nalish sifatida mana shu yo'nalishni o'rganib olishingiz mumkin. Xullas, vaqtingiz kam, tezlashing va ulgurib qoling. Hammaga omad. Endi esa do'stlar, mana bunday videolar nega millionlab prosmotrlar olayotganligini sababini qisqacha tushuntirib bersam. Bu videolarni siri animatsiyada yoki uni tayyorlanish jarayonida ham emas. Asosiysi ssenariyda va mantiqda. Videoni ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, har bitta jarayonni odamlar qiziqib kuzatadi. Ayniqsa mushuk kuchuk ishqibozlari bu videolarni shunchaki o'tkazib yubormaydi. Bilasiz, hozirgi kunda mana bunday animatsion mushuklar ishtirokidagi videolar haddan tashqari ko'payib ketgan. Nega ularni hammasi ham bunaqa katta prosmotrlar olmayapti? Chunki aytib o'tganimdek, gap animatsiya qilishda, rasm yaratishda ham emas. Videoni qanaqa qilib mantiqli va insonlarni qiziqtira oladigan qilib tayyorlashda. Sizga yaxshi ssenariy yozish uchun ChatGPT'ni tekin versiyasi yetarli bo'ladi. Lekin yaxshi animatsiya, yaxshi rasmlar uchun normal sun'iy intellektdan foydalanish lozim. Bo'lmasa videolaringiz ozgina sifatsizroq bo'lib qolishi mumkin. Unutmang, YouTube songa emas, sifatga ishlaydi. Bu aniq sinalgan usul. Men qanday qilib sifatli mana shunday videolarni tayyorlashni esa yopiq kanalimda aytib o'tganimdek o'rgataman. Tez orada premyera bo'ladi. Eng qizig'i, hozir chegirma ketyapti, prosta foydalanib qoladigan vaziyat. Men bilan bog'lanish uchun aynan opisaniyadagi havola orqali Telegram kanalimga o'tib, mana bu lichkaga murojaat qiling. Bu lichkada turli xil YouTube bo'yicha savollarga, muammolarga ham tekinga yechim beriladi. Yopiq kanal bo'yicha ham shu lichkaga murojaat qilishingiz lozim bo'ladi. Aytib o'tganimdek havola opisaniyada. Shu joyda videomizni yakunlaymiz. Hammaga omad do'stlar, ishlarga rivoj.